Assalomu alaykum. Xorazm Ujoy avtokanalining obunachilari. Sog'mi, yurtdoshlar, siz bilan Diyarbek Xudoyorov. Xudo xohlasa obunachilar bugun sotuvga joyimiz Urganch shahar aeroportiga joylashgan 450 kvadrat metrli suv, suyet, gazdan muammosi yo'q bo'lgan xonadonni sotuvga chiqyapti obunachilar. Sizlardan shu videomizga maksimalni like bosib, obuna tuşa so'rab qolamiz. Men esa xudo xohlasa obzor qilib, chiroyli bahada qo'yib beraman obunachilar. Orientir aytib o'taman bo'lsam, bu yerimiz sport kollej, ko'rib turganlaringiz, sport kollejining arka tomonida joylashgan. Ushbu bir etajli под ключ joyimiz sotuvga chiqdi xudo xohlasa obunachilar. Elde tomonlari, burchakkalari bo'lgan, naveslari ham akkurat qo'yib qo'yibdilar, ko'rib turganlaringizdek. Shunday giraverishda bu yerda o'sha yerlari donanimiz ham keng olingan obunachilar, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda kir mashinalar, rakamlari, remontlarim akkuratlik qilingan. Hozir sizlarga xonalarni ko'rsatib, obzor qilib beramiz. Donanlarim keng olingan, ko'rib turganlaringizdek 15 ga 5 obunachilar, uzunasini 15, enini 5, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda kotyonlari, gaz, suv, suyetidan muammosi yo'q. Kiraverishda shu chap tomonimizda kuxnyasi joylashgan. Bu yerda kuxnilari akkuratlik bo'lib turibdi. Gaz plitalari, barcha jihozlari bular qiladi obunachilar. Ayrim jihozlar olinadi, ayrim jihozlar qoladi. Yalnız bani tamam obunachilar. Yaqinda indi remont boshlatdilar ekan. O'zlaringiz xohlasangiz ko'proq pul qilib bersangizlar ham bo'ladi bu yerlarni. Bani tomonlarni, bu yerda aristonlari yaqinda remont boshlatdilar ekan. O'zlaringiz didda doğru remontni qilib bersangizlar bo'ladi. Boshlanish holatida remont. Keyingi xonalarimizni o'tadigan bo'lsak obunachilar. Bu yerda birinchi xonasi. Birinchi xonamiz obunachilar. Uy egalari o'zi usta ekan, bu yerni o'zlari uchun ustaxona qilib qo'yibdilar. Ko'rib turganlaringizdek zal bir. O'zlaringiz uchun bu yerga usta kurslarni tashlab berib, mehmonxonani bemalol kutib olsangiz bo'ladi. Remontlar ham akkurat yomon emas. Xohlasangiz o'zga tashkil etib bersangiz bo'ladi. Akkuratli. Keng olingan xonalar ham ko'rib turganlaringizdek. Общий 5 xonasi mavjud obunachilar. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek, keyingi xonasini shunday akkurat remontlanib chiqib turibdi. İşsam yomon berib turibdi lekin. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda o'zlarini shu kerak narsalarni qo'yib qo'yibdilar. Xohlasangiz beriladi. Kichkina uchun spalni qilib bersangiz bo'ladi yoki kattalar uchun. Hozirgi vaqtda ushbu xonadonimizda 2 dona kattalar uchun spalnisi bor. Keyingi xonamiz aytib o'tganimiz spalni qilib qo'yibdilar beriladi. Akkurat remontlardan chiqqan obunachilar. Barlar akkurat nostalgiya qilingan. Ayrim jihozlar qoladi, ayrim jihozlar olinadi obunachilar. Общий 5 xona 450 kvadrat metr. Keyingi xonamiz. Bu ham shu kattalar uchun spalni. Akkurat remontlar qilinib turibdi. Joyimiz narxini obunachilar egasi bilan maksimal sodalashgan holatda 93 mingga qo'yib bergan oldik. Xudo xohlasa ustunda kami bor. 450 kvadrat metr. Bu ham shunday kichkina spalni qilib qo'yibdilar, ko'rib turganlaringizdek. Bir xatar joy uchun o'zgartirish kiritib, asfalt qilib bersangiz bo'ladi obunachilar. Общий 5 xonasi mavjud, 450 kvadrat metr, 93 ming dollar. Xudo xohlasa ustunda kami bor. Xohlasangiz o'zingizda kreditga tushiradigan bo'lsangiz, kredit qilib ham olsangiz bo'ladi. Bu yerda shunday postavkalari, televizorlari, keyingi bog'imizga chiqargan bo'lsak obunachilar, bog' tomonlari ham keng olingan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman obunachilar. Bog' tomonlari ham keng olingan obunachilar, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda kladovkalari, yozgi tualetlar ham mavjud. Ko'rib turganlaringizdek. Masalan, taxlanib turibdi polностью. Xohlasangiz obunachilar ushbu joyimiz polностью yıkib turib, orqa tomondan solib bersangiz ham bo'ladi. Tashkentskiy fasonda bog' tomonlari ham keng olingan. 15 ga 30 ga 15 ekan obunachilar. Enini 15, uzunasini 30. Ko'rib turganlaringizdek. Bu yerdan e'tibor berishingiz mumkin. Polностью arka tomonini hozir ham даже bir joy chiqadi. Polностью. Ko'rib turganlaringizdek. 450 kvadrat metr. Aytilish bahası 93 ming dollar. Obunachilar ustunda sodalashib olsangiz bo'ladi. Bu bozor bu, narx aytilaveradi.
üstündə cayını gəlib görüb bemalol sodalashıb asasa boladı. 5 xanası mövcud ümumi abunəçilər. Su, suyet qazından mamasyo. Kimdə satılan 3 ay olsan bemal reklam boyunca əlaqəsi görəsə, bizə də əldindən tolav yox abunəçə. Satılğandan keyin hesablaşa verəmiz. Şunun cayla niyyət qılan olsa kommentariya niyyət qılın deyə gedəmiz. Bizədən uzaqlaşmasıq üçün şunun cayla ötürüb verməslik üçün profilimizi abunə olub qoyub, videomuza like basıb qoyuşlar sorab qalın abunəçilər. Kəmizçiliklə bolsa video davamında üzr sorab qalamiz əlbəttə abunəçilər. Bizədən uzaqlaşmaqla sağ olun, salamat olun. Sizlə bilən hər daim digər Xudayarov.